4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ana 56 aka. Sana oling. Do'stlar 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mashinasini 5600 dollarga general deb oldim akamdan. Xudo xolasa. Mana mashinamizning holatini ko'rishingiz mumkin. 4 ta balloni yangi, motorlari moy yemasligi, hadovoylarini bilib ko'rdim. Mashina holati zo'r. Nima deydi? Birinchi paytda Gentra. Bakoy knopkalarigacha 3-paytdaniki shunaqa ekan, mana ishlab turibdi ekan. Monitorlari bor ekan. Aka hadovoy motor xudo xolasa 100% javob, xudo xolasa. Bo'ldi. Olgan odam maza qilib minadi. Gendan gen beriladi xudo xolasa. 500 ming probeg dedi. 500 Mana shu eshikda mana qirilgan joyi bor ekan. Keling, mana bu joyni ko'rsatib yuboring. 4 ta ballon yangi ekan. Gazi bor edi. Bor. Hop, mana mashina. Xullas mashina polniy asfalt bo'lgan, suyaklari but-butun ekan. O'zimizga mana oldik. Aka rozimisiz? Roziman. Bo'ldi. Dokumentlarni qildik, keling aka, baraka qilib qo'ying. Siz bilan baraka Abdush, rozimisiz? Roziman. Bo'ldi aka. Barakasini bersin. Do'stlar 5600 dollarga mana baraka qildik. Video registrator pulti bormi menga? Pulti bor, berdim ha. 5800 dollarga bo'lsa 200 dollar foydasiga mana naqd pul tikib oldik. 200 dollar foydasiga bo'lsa mana Gentra olishingiz mumkin bo'ladi. O'zimiz nomerimizni qoldiramiz. Boy akalarim 2 sim tirikchilikka oldim. Bosib oladigan joy. Bosinglar. Bo'ldi, sog' bo'lsin. Bo'ldi aka. Salomat bo'lsin.